пресс-центр Акипецка всегда рад видеть вас и разрешите начать пресс-конференцию. Жителей села Джаны-Наукат, Наукатского района Орской области, нашу семью выселяют. Обращение жителей села Джаны-Наукат, Авдимуталовой Кюмюхан и Иргашевой Юсупджиевна. В общем, они мама и сын. Так, пожалуйста. Assalomu alaykum, hurmatli Kamchibek Tashib. Assalomu alaykum, bosh prokuror Hasan Aliyev. Mana shu yerda ishlayotgan kalla tibtaylar. Assalomu alaykum sizlarga ham. Biz yana keldik bu yerga 4-5 yo'li kelishimiz so'ranib keldik bu yerga. Bizde 30-40 yildan beri yashayotgan bolalarim yashayotgan uyni tortib olishga harakat qilyapti bir to'p mafiya bo'lishib olib. Bu mafiya boshliqlari O'rozov Junusali, Nurbek Egatoyev, Sayuz Omonov, Islom Ahmadjonov, bular yasamadagi mutminan bizni 8 yildan beri qiynab keladi. 8 yildan beri bu yerga 3-4 marta kelishimiz, 4-5 marta kelishimiz. Yana so'ranib keldik bulardan. Yana visilatga tayinlab hech birovga nima qilishmaydi, yo Verxoniyni to'g'atmaydi. O'sh oblastdagi Nokatdagi prokurorlari ham bular bilan til topishib Verxoniy chiqarib bergan chechimlarini ham yo'qqa chiqarishib, mana shunaqa qilib yana visilatga tayyorlashib, mana shunaqa qilishyapti. Bolalarimni chirqiratib. Ha, puli ko'p bo'lsa, uy olsa bo'lmaydimi? Puli ko'pga yopishib olib, yetim yesillarni chirqiratib, birovni chiqarib olib, boyishmasdan bular. Bunaqa qiyinchilikdan kelyapmiz shu yillarga. Sizlardan so'ranib kelyapmiz, ko'ngil burib bir o'zlaring qarashtirib bersalaring. O'sh prokurorliga, Nokat prokurorliga yuzlandik. Qo'limizda to'xtamni berdik, mana bu shu bolani o'zini otasini yeri, mana to'xtam deb bersak, sud bo'lyapsa, mana to'xtam bor ekan demadi. Tom, 2 tom kitobning ichida bizga zarur narsalar yo'qolib qopti. Men o'zing qora deb prokurorga berdi, sud prokuror topolmadi. Sudni ham o'zlariga og'dirishdi, pul berishdi bular. Pul bermasa unaqa qilmaydi. Bu Verxoniyni chechimi turibdi. Pulga sotilishyapti. Sud ham, prokuror ham un chiqmadi. Ular to'rga un chiqmaslikka ko'ndirishdi pul bilan. Yechilgan ishlarni buzishyapti, hech nima iloji yo'q bo'lyapti. Shunga ko'ngil burib bersalaring, Hasan Aliyev bolam, ko'ngil burib bering shunga. Sizdan so'ranich, bolalarimni chirqiratib ko'rpa ko'tartirmang. Bular puli ko'p bo'lsa, uy olishib olsin, chek olishsin, uy solishsin. Meni uyimni tortib olish shart emas-ku. Assalomu alaykum Qirg'iz elim, Qirg'iziston elim. Assalomu alaykum podshohlarimizga, Sadir Jabborovga, Qamchibek Toshiyevga, bosh prokuror Hasan Aliyevga qayriluvimiz. Qayriluvimiz sebeplari juda ko'p. Bular bir to'p mafiyali to'p bo'lib olib, bu yerda qisqa qilib aytayin, bu yerda ko'p to'xtamlar bor, mana bu yerda turadi, bu yerda qisqa qilib aytayin. Shunga o'zlaring ma'ni berib, bir ko'ngil burib, mezon chekinda qora berishlaringni so'ranaman. Bu yerda O'sh oblast Nokat Verxoniylarda to'xtamlari turibdi. Bu yerda 2024-yilning 23-dekabrida bo'lib o'tgan sudning mana chechimi, Verxoniy sudning chechimi. Bu yerda ayta yozibdir, aqirg'i bo'lib sanaladi, dattanuvga jatpayt deydi. Bu Verxoniy sudning chechimlarini ham bular nima qilishpaytda suylashuv yo'ldorimini qayra shondoy qilib tiyinmi, je
mafiyali topdan korkuşavi, Verxovniy sotdiki, oblastniki bor, mana yerda turadi. Ha, mana yerda oxirgi joli 25-yildan 25-mayında oblastlik sot ularga foydasiga chechib berishyapti. Sot ham imim chiqmay qarab turadi. Prokuratura dag'i imim chiqmay qarab turadi. Bularni nimasi bor? Ahmadjonov Islom, Arziboyev Abibilla, O'rozov Junusali, bular mafiyali top bo'lib, shu bizni 8 yildan beri qiynab kelishadi. Alarni nimasi bor? Sponsor. Advokatlari bor. Egetoyev Nurbek degani bor. Nurbek Egetoyev, Sayuz Amonov deganlari bor. Bular suylashuv yo'ldori bilan til topishib, shunday qiynashib keladi-da. Sotlarga borsak, o'zi biz yashayotamiz 30 yildan beri. 30 yil, 40 yildan beri shu yerda yashaymiz. Naliklarni to'lab, suvga, ayl hukumatga, yerga, bar jo'g'ini to'lab yashaymiz shu yerda. Ha, shular suylashuv yo'li bilan mana Verxovniynikini oxirgisi bo'lib hisoblanadi. Boshqa dattanuga jatpayt deb mana yerda mana turadi. Bularni hisobga olishpayt. Bu mafiyani advokatlari. Bir-ikki yo'li meni qo'rqitdi. Urajena qildi Egetoyev Nurbek degan. Endi bizda ilonchimiz yo'q. Biz uydan chiqarib qo'ysa qayerga boramiz endi? O'shaning uchun qayrilishimizning sababi hozir ular visileniyaga tayyorlashyapti. 4-chi, 5-chi, 6-chi yo'li kelishimiz, sizlardan so'ranish, ko'ngil burib, shunga mezon chekinda bir ko'ngil burib ko'rib berishlaringizni so'ranamiz. Bularda anan dag'i bir boshchisi bor, Akbar Muhiddin degani. Akbar Muhiddin. U chekada turib, Pul berib turadi. Aqchalar bilan nima turadi-da. Shunda qiynashdi. Tunlari kelib urib ketishadi. Militsiyaga borsak, so'ravayt. Shunda qiynalib ketdik. Oxiri militsiyalarga bormay qo'ydik. Borsa yolg'on deydi. Muttahamchilik qilib kelding deydi. Bu yerda turadi-da, mana nimalar to'xtamlar men o'zim jazolagan yo'qman-da. Verxovniy sotni chechimlarini bular daji nima qilishpaytda. Mana oxirgi sotdiki, mana shu O'sh oblast sotiniki. Bu bo'lish kerak emas sotni chechimlari-da manalar. Shunda qiynashdi. Sizlardan so'ranish, o'tinish, ko'ngil burib, mezon chekinda ko'rib berishlaringni so'ranamiz. Shunda qiynashib tashlashdi. Abibilla degani yo'q odam, u o'lgan, unga dakimit qilishgan, yo'q odamga dakimit. Yo'q odamga dakimit qilishadi. U kelmaydi, bizni chaqirmaydi, kirgizmaydi sotga. O'zi bizni sotga qatishdi. Sotga qatishtirmaydi, bizni uyimiz kim bilan uy talashayotganini aytishmaydi, o'zlariga og'dirishib, o'zlariga yozdirib chiqaradi. Sotga kelsang, sen hech kim emassan, kirmaysan deydi. 2017-yildan beri bo'ladi. Biz sotga ular dokument ko'tarib kelishdi. Qizil kitobi yo'q, to'xtam bo'yicha. To'xtam bo'yicha ayl hukumatda Yo'lchiyev Nurmamat degani bor. O'shalar falshiviy dokument jasash berdi. Kadastr. Atamning atiga yozilgan. Atam o'tib qaytib chiqib ketgan. Yo'q, onda bular yashidi. Otalari o'lib ketganda yashidi bular.
Men hali ölüm bilen boldum. Bunun arkasından akası ölüp kaldı, bundan kattalar ölüp kaldı, ömünen boldum. Yana bir 2 yıl işlemizde tamaki kılamızda, tamaki işlep durup bir kız çıkaraman. 2 yıl işlep durup yana bir kız çıkaraman. Balam yam zor bo'lgan duylaganman. Qo'limda yo'q oldu, dakim bundan ko'tarib borib manoni qilib ber deydigan vaqtim bo'lmadi-da meniga. Hozir Ergashev Abdulhay. Ergashev To'xtom sho'ga chiqqan. Meni otamga burun vaqtida haligi qishloq yerlarda, ayil yerlarda asha otasini yozib ketavergan-da. Anan bular Ahmadjonovlar eko familiya bir deb turib ular dokument ko'tarishib kelib, bizni uyga kirib olibsin, chiq uydan bo'shat deb visilaniya qilishdi. 2-3 yo'l. Ondan keyin oblast soti axirgi yo'l biz qayrilmadik, alarja qayrildi. Alar qayrilib oblast soti, No'qat soti ga qayrilishdi. Alar mafiyali to'p, ular alar atamni atalash devi bir tug'an bir tug'an otasi o'tib ketgan, u kichinesida opasi bilan ketib qolgan. 2 yoshida. Shu seni otangning uyi deb turib mafiyali to'p qarmashgan-da albalani. Anan oblast sotida, No'qat sotida jutib, alar Verxovniga arzlanishadi. Verxovniga 2024-yilning 23 dekabrida arzlanadi. Sot bo'ladi, arzlanishganda. Sot bo'lib turib, bu yerda oxirisiga jazot sot oxirgi bo'lib sanaladi, dattanuga jatpayt deydi. Bu yerda yozilib turadi, shu chiqqan kundan kuchuna kirib, dattanuga jatpayt deydi. O'shodan keyin dag'i 2 sot uyushtirishda alar. Omonov Soyuz, Egatoyev Nurbek degani bor. Alar yurishaganda tiyim bilan til topishib, barjoq jasab nima qiladik? Bizni o'zimizni yashab yotgan uyimiz. Biz qarapayimel ishtakan tushunmay o'tiraveramiz. Sotga kelsa sotga qatishtirmaydi. Bizni uy taqdiri jechiladi. Есть право устанавливающий документ на власть. Я так поняла, документов нет. Не оформленные. O'sha to'xtomdi, 82-to'xtomdi, 82-to'xtomdi. O'tgan sotda jurnalning ichida Я так поняла, старший и младший брат, он брат старший, а у него младший. И они, по-моему, не жили, да, там, семья, да, этого брата? ne jili? На отца, да? Видимо, там это, документ у вас есть оформленный на наследство? Yo'q, yashamagan. Birer kunim yashamagan, bilmaydi. Bilishmaydi. Bilmaydi u. На наследство отца, то есть он был. Kim qilgan, kim olgan uni O'sha bir bilmaydi. mafiyali to'p bor-da, No'qatda. Мафия не надо говорить. Ular yer biznesidan biznes qilishadi-da. Ashalar qo'liga tushib qolgan albalar. Нет, вот хотела узнать, вот на кого дом из вас оформлен? На вашу маму, либо на вас? Papamga oformit bo'lgan. Ikki akamga Папа deysan. же умер же у вас. Он же Ikki akamga. Ikki bratimga. Ikkita bundan katta 2 o'g'lim bor. Bittasi ham o'lib qoldi. Ashu dokument qiladigan vaqtlarda uni ham o'lib qoldi. Bundan kattasi bilan o'sha bolamga bo'lgan olingan joyim, o'zim qilganman endi. 40 yil, 30 yil, 40 Bular yildan kichkina beri. edi-da. оформили на вот Юсуп Джона. А не үшін өзіңізді емет болған жоқсыңар? Үйінде. Қаза болғаннан кейін не үшін үйді өзіңізді атырмайсыз? Tiyinimiz bo'ldi, yetishmay qoldik. Bular bunday ishlar jasab kelganini biz bilmaymiz-da. Bolalarim talashmaydi. O'zim bolalarim talashmaydi. O'tiraveringlar. Hozirdagi mutga pul yo'q bolam. Sizlarni joylab olsam, ina ishlaysizlar-da, dokument qilasizlar degandim-da men. Bunaqalarini men bilmaganman. Понятно, да.
Mine yerde Verkhovniy sot çeçimi turat bir Я так поняла, Верховный суд в их пользу решение принял. Öz hiç göreyim mi? Göreyim mi Verkhovniy sot Сфотографировать, я посмотрю. çeçimi var mı ne buna? Что тогда? Ahirgisini. Sizler dağıttıran emezsiniz. Sotlar. Yok. Sotlarga qantıp sizlerdi mücahidine bölümünde malumatlı kayaktan oldu. Sizler dairde kayrılmadı geldi. Prokuraturaya kayrıldık. Prokuraturaya kayrıldık. Nokat rayonunun prokuraturasıya Hoş gelsin bir. Ha? Prokuratura berdi, biz kayrıldı gele. Anan öşonun nimesinde illiktep gördü. Alardı dokumentlerin falşivi dep taptı. Şu güngacha tapıp keledi. Mına ahırgı öşe 2024 yıldın 23 dekabrında bolgan Verkhovniy sot çeçiminde dağı. Yok, Verkhovniy sot geçen başka jaylarda sot boldu. Boldu. Doğugar prokuratura. Qanday fikir? Nokat. Nokat rayonunun prokuraturası. Anan emni boldu. Anan alardı nimelerini falşivi dep taptı. Dokumentlerini. Rayonun sottu. Nokat rayonundaki. Sot. Sotu, çeçim. Oş oblast Oşoğluski kim kayrıldı? prokuratura kayrıldı. Nokat rayonunun prokuraturası. Alar kayrılmadı mı? Apelasyayı kim verdi? Apelasaga Oroz Cünüsallar berişti. Ha, talaş. berişti. Oblastlık sot qanday çeşim kabul aldı? Oblast sotga dağı alar berişti. Oroz ova mınerde turat. Çeşim kabul aldı oblastlık. Falşivi dep taptı. Alar dokumentin. Anan Verkhovniyga kayrılıştı. Kim kayrıldı? Oroz Cünüsalı, Ahmadjanov İslam. Alar sotda qanday Mana şu. Falşivi dep taptı. Üçüncü jak bolup. Bizde hiç kim kılıp kaç Verkhovniyni qachon qaraldı? Protses qachon bo'ldi? Verkhovniyda 2024 yıldın 23 dekabrında Qanday boldu. chechim qabul aldı? Mana ahırkı bolup sanalat Emne dedi? dattanuga jatpayt dedi. Emne dattan uyatma qanday chechim oldu? Sot çeçimi. Emne dedi? Dağı kayrılışga Rayonduk sottun çechimin koldadı. Anan ahırkı çechim Ahırkı çeçimde berdi. Mana turat. Anan alar dağı uyuşturuşup süyleşu joldori mene. Süyleşten amanıp Sayuz Egetayip Nürbek degeni var. kim aldı? Alarda advokatı, yuristleri. Andan keyin dağı sot boldu. Hazır visileniga tayinlashyotir. Oldu Verkhovniyni Çeçim çechimidan keyin mana 25 yıldın 25 mayında bolup o'tpaybi. Mana ahırkı bu sotda kayra ko'rib chiqildi. Çechim qabul aldı. Uje ular visileniga tayinlanishyapti. Ha, prokuratura emne qilyapti? Un chiqmay turat. Sotlardagi un chiq- Sot sizler taraflarda dura deb çeşse sizler visileniga ketasiz. Visilena mına yerda boshqacha chiqaryapti. Mana oxirgi sot bo'lib sanalib degandan keyin Verkhovniy sot. Ondan keyin ikki sot uyushtirishdi. Mana ikkinchi sot. Yuristlar Bittasi chiqar qilishyapti. berdi bizga. Bu qaysi sot? En kegingi. Mana yerda 2024 yilning 23 dekabrında Keyin qaysi sotga qayrilishdi? Oblast sotiga qayrilishdi. Oblast soti alardi dokumentini falshiviy deb qo'ydi. Falşivi dese emniye üçün sizlerde visiliyet etmişsiniz. Andan keyin dag'i sotga yozishdi alar arz qilib. Yana yozdi. Yozib turib, mana alarga chiqar berdi mana. Mana Verkhovniy sotni chechimini to'g'otishgan yo'q. Suylashuv jo'ldori meni. Verkhovniy sottun çechimini dağı Buzishib, dattanuga jatpayt deb oxirgi bo'lib sanaladi deb mana men o'zim yozganim yo'q buni. Kayra obul sotda Obul sotga faydasına çechip berdi. Chech berishdi. Hemen sizler şekten atasın yerine şu Şekten- Oş oblastı administratif sotunun ahırkı çechimi Chechimi sürleşi yolları bilen chechimni
Endi bitta dagı suranish bor. Şu sot bizni uyni taqdiri chechilyapti. Şu sotlarga o'zimiz dele qatishsak bizni suylatmaydi. Emnege. Hech kim emas sen deydi. Ya sizlerde uyuyan karalma. Qaralyapsa bizni suylatmaydi-da. Prokuraturaga so'ranmading ya. Prokuratura Kirgizmaydi. kirgizmaydi. Yo so'ranib. Surandik, ek kuchi o'g'li. Sizlar Hech kim hech emasdan kim deydi. emassizlar deydi-da. Hozirgi oxirgi u sudda chechimdan norozi. Norozimiz. Ha, o'shaga prokuratura endi qanday reaksiya qilyapti? Un chiqmaydi. Un chiqmay turadi. Telefoniga qayrilamiz deyaptamiz. Bunda ayni aytishgan yo'q. Kirsin. Они сами же должны подавать. Все уже это закончено все. Oxirgisi pul bilan bo'ldi. Suylash yo'ldari bilan bo'ldi-da. Suylashib pul bilan bo'ldi. Sot 3 ta ayol kishi sot qildi. Men bir og'zim gapiray desam, chiq eshikka chiq dedi, chiqib ketdim. Meni eshitishni xohlagan yo'q. Chiqib ketdim bo'ldi. Biz hech kim emasdan, sen hech kim emasdan Ikki hech yurist kim bizni emasdan suylatmaydi. Ikki yurist. Sotlar qatishtirmaydi. Chekada mintib turamiz. O'zi bizni uy joy chechilyapti. Yuristlar biletda, alar jashagan, boshqa qilganday suylaydi-da alar. Bizni suylatishmaydi. Все понятно.